Assalomu alaykum hurmatli Mortal Master kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Mortal Master ombordamiz va 4 xil turdagi ehtiyot qismidan ko'rib chiqamiz. Bular ham bo'lsa original va neoriginal bronyalar, rossiyskiy va turetskiy disklar, qozon ichi turadigan lapalar va reduktorning original va neoriginal shestralari haqida gaplashamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ikkita bronya, ikkalasi ham tashqi ko'rinishdan bir xil, lekin biri original, ikkinchisi esa neoriginal. Original bronyamiz bugungi kunda juda talabgor, sababi uskuna uchun uzoq muddat xizmat qiladi. Xuddi shunga o'xshagan bizda o'lchami, ko'rinishi, qalinligi bir xil bo'lgan, faqat neoriginal bronyamiz ham sotuvda bor. Eng qiziq tomoni shundaki, bu neoriginal bronyamizni biz ham bir xillarda bir qarashda ajrata olmaymiz. Shuning uchun adashmaslik uchun buni biz qizil rang bilan belgilab qo'yamiz. Eng asosiysi biz neoriginal mahsulotlarni original deb sotmaymiz. Ularning bir-biridan nima farqi bor, xos ko'rib chiqamiz. Ikkalasining ham ko'rinishi, o'lchami va qalinligi bir xil, faqatgina materiallarda farq qiladi, ya'ni metallida. Original bronyamizning materiali qattiq metalldan qilingan bo'lsa, neoriginal bronyamizning materiali yumshoq metalldan yasalgan. Shu sababli original uzoq xizmat qiladi, yumshoq metall esa tez yemiriladi. Hozirda bizda turetskiy va rossiyskiy disklar sotuvda mavjud. Ularning farqi qalinligida. Turetskiy diskimizning qalinligi 2 va undan yuqori millimetr bo'lsa, rossiyskiy diskimizning qalinligi 3 millimetr. Lekin ikkalasining ham sifatida farqi yo'q, ya'ni ikkalasi ham yuqori sifatda. E'tibor bering, bozordan disk olayotganingizda qalinligi bir xil bo'lishi mumkin, lekin material yumshoq bo'lsa, iznosi tez bo'ladi, ya'ni sifatsiz disk olgan hisoblanasiz. Agarda bu narsaga e'tibor bermasangiz, aldanib qolishligingiz mumkin. Ushbu lapalarimizni bemalol chempion deb atasak ham bo'ladi, sababi Yevropada ham sekin yemirilish bo'yicha yuqori sifatli lapa deb tan olingan. Bu lapalarimizni bemalol Mortal Master do'konimizga kelib, ko'rib, xarid qilib ketishingiz mumkin. 4-ehtiyot qismimiz reduktori ichida turadigan muhim qismlardan biri bo'lgan reduktor shestralari. Ko'rib turganingizda ya'ni original va neoriginal ko'rinishda sotuvda bor. Bu ikkalasini tashqi ko'rinishlari, hattoki o'lchovlari bir xil, ajratish juda qiyin. Lekin biz bu ehtiyot qismlarni original yoki neoriginalligini qanaqa qilib ajratamiz, sizlarga hozir tushuntirib beraman. Birinchi navbatda original ehtiyot qismi zavodda ishlab chiqariladi va unda zavod belgisi yoki yozuvlari bo'ladi. Neoriginal ehtiyot qismi esa qo'l bola bo'ladi, ya'ni zavod mahsuloti emas va unda hech qanday rasmiy belgi bo'lmaydi. Mana shunaqa qilib original va neoriginallarni bemalol ajratishingiz mumkin. Undan tashqari biz mana qilib rang bilan belgilab qo'yganmiz. Originallarda rangi yo'q, neoriginallarda mana qizil bilan belgilab qo'yamiz. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Original shesterning boshqa detallariga to'liq mos tushadi va reduktor ichida uzoq muddat muammosiz ishlaydi. Neoriginal, ya'ni qo'l bola shesterni esa qisqa muddat ishlashi mumkin va ko'p o'tmasdan mos kelmaslik sababli boshqa shesternalarga va ichki qismlarga zarar yetkazadi. Natijada boshqa shesternalar tez yemiriladi, podshipniklar ishdan chiqadi, ayrim holatlarda reduktorning o'zi ham butunlay yaroqsiz holatga kelib qoladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Mortal Master omborida siz uchun kerak bo'ladigan bronya, disk, lapa, undan tashqari boshqa ehtiyot qismlar hammasi sifatiga qarab tanlab beriladi. Bizda original va yuqori sifatli ehtiyot qismlar sotuvda mavjud. Eng muhimi, biz neoriginal ehtiyot qismlarni original deb aldab sotmaymiz. Agarda sizlarga ham shunaqa ehtiyot qismlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarib qo'ymanglar.